Keyingi yillarda ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan o'zgarishlar yurtimiz tarixiga, xalqimiz hayoti va turmush tarziga yangi, keng ko'lamli islohotlar to'lqini bilan kirib keldi. Bu islohotlar oliy ta'lim muassasalaridagi ta'lim sifati va o'qituvchi pedagoglarning, talaba yoshlarning erishib kelayotgan yutuqlarida o'z aksini topmoqda. Jumladan, Jizzax davlat pedagogika universitetining yosh olimlari ham yaxshi natijalarga erishib kelishmoqda. Navbatdagi lavhamizda shu haqda gap boradi. Aniq maqsad, boy shijoat, yetarli bilim, yuksak ishonch va kuch g'ayrat. Yoshlikni har bir inson mana shunday sifatlar bilan ta'riflaydi. Bu bejizga emas. Yoshlik chin ma'noda imkoniyatlar fasli, harakat va intilish davri. Zamon bilan hamnafas, intellektual salohiyati yuksak. Har sohada o'z imkoniyatlarini namoyon etib, yurt nomini, bayrog'ini yuksak martabaga ko'tarayotgan yoshlar ayni bugunning yigit-qizlaridir. Jizzax davlat pedagogika universiteti erkin tadqiqotchisi Nodira Javlonova ham o'z ustida ishlaydigan, harakatdan to'xtamaydigan ilmli yoshlardan biri. Qahramonimiz ayni kunlarda maxsus pedagogika ixtisosligi bo'yicha pedagogika fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun maxsus pedagogika modulini integrativ o'qitish vositasida talabalarning kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish metodikasi mavzusidagi doktorlik dissertatsiyasi ustida ish olib bormoqda. Mazkur jarayonda yangicha yondashuvlarni ilgari surib, jamiyat va insonlarga foyda keltiradigan usullarni joriy qilyapti. 2 yil mobaynida ustozim bilan birgalikda maxsus pedagogika modulini integrativ o'qitish vositasida talabalarning kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish metodikasi mavzusida aynan ko'plab ishlar amalga oshirdik. Bunda Qo'qon davlat universiteti, Chirchiq davlat pedagogika universiteti va albatta o'zimizdagi Jizzax davlat pedagogika universitetida talabalarimizni qay tarzda mana shu maxsus pedagogikaga oid bilimlar, ko'nikmalar, nafaqat bilim ko'nikmalar, kasbiy jihatdan undagi motivatsiya, kasbiy sevish orqali ham bu kasbni mukammal tarzda o'rganish kerakligini ko'plab izlanishlar natijasida va o'quv qo'llanmalar, aynan nevropedagogika o'quv qo'llanmamizda buni ko'proq yoritib berganmiz. Bu nafaqat o'qituvchilar, balki talabalarimiz ham majmua sifatida, tayanch sifatida o'rganib, o'z ustida ishlash, qanday metodikalar, usullarni o'sha aynan o'quv uslubiy kitobimizdan olgan holatda yoritib beryapti. Maxsus pedagogika sohalarida muammolarni hal qilish jarayonida albatta faqatgina o'qituvchilar yoki ta'lim beruvchi jarayonda emas, balki bunda bevosita va bilvosita ota-onalarning ham zimmasi va mas'uliyati katta. Sababi o'sha farzandlariga nisbatan e'tiborli bo'lish, ularga vaqtida qanday bilim kerakligi, e'tibor kerakligi ularga albatta bilib borish kerak hisoblanadi. Har bir bola o'z imkoniyatlarini to'laqonlik bilishi uchun albatta bu ta'lim beruvchi ustozlarga bog'liq hisoblanadi. Qayd etish kerakki, ta'lim sifatini tubdan takomillashtirish yangi yutuqlar sari yo'l ochadi. Mamlakatning har tomonlama taraqqiy etishiga xizmat qiladi. Bu esa o'z-o'zidan xalqimizning farovon hayot kechirishini ta'minlaydi. Nodira Javlonova o'z ilmiy ishida maxsus pedagogika modulini integrativ o'qitish orqali talabalarning kasbiy motivatsiyasini rivojlantirish metodikasini ishlab chiqish, kasbiy motivatsiyani oshirishda integrativ o'qitishning rolini empirik tadqiqot asosida asoslash va tasdiqlash kabi g'oyalarni ilgari surmoqda. Ishonamizki, qahramonimizning ilmiy izlanishlari ta'lim sohasi rivojiga munosib hissa qo'shadi.